Bizlar aslida oilaviy zardo'z. Men 5-avlodman. Mani dadajonim, oyijonim, buvi, bobomlar hammalari shu zardo'z bo'lib o'tgan. Men shu zardo'zlar oilasiga dunyoga kelganimdan juda ham xursandman. Mana shu ota kasb, ona kasb, buvi kasb shularni eplab bugungacha Xudoga shukr olib boryapman. Amerika Qo'shma Shtatlari, Afg'oniston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston bilan zich boylangan darajada ish olib boryapmiz. Bugungi kunda bizning ustoz va shogird maktablarimiz bepul. Uzoq qishloqlardan bo'ladimi? Kelgan yosh qizlarni bepul hunar bilan o'rgatamiz. Yana ularni o'zlari ochgan ustaxonalarga yordam beramiz. Ham ularni ishlab chiqargan mahsulotlarini biza buyurtma bergandan keyin sotib olishga harakat qilamiz. Yaqinda bizada mana Xorazmdan, Qoraqalpoqdan, Mo'ynoqdan bir 10 kishi keldi. Biz bugungi kunda yangi zardo'zlar chiqardik. Ular hozir Mo'ynoqda o'zlarini yana 10-15 ta shogirdlar ish joylarini yaratib mehnat qilyaptilar.